Aholiga uzluksiz va sifatli issiqlik ta'minotini uzatish masalasi doimiy e'tibor markazida. Shu yo'nalishda Navoiy viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan manzillarda o'rganishlar olib borilmoqda. Ana shunday nazorat tadbirlaridan biri Navoiy shahrining G'alaba Shoh va Mahmud Tarobiy ko'chalarida joylashgan ko'p qavatli uylarda o'tkazildi. O'rganishlar jarayonida fuqarolarning murojaatlari tinglanib, issiqlik ta'minoti tizimidagi kamchiliklar zudlik bilan bartaraf etildi. Navoiy viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan aholini barqaror va sifatli issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida hududlarda doimiy nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Issiqlik ta'minoti davlat unitar korxonasi Navoiy filiali mutaxassislari bilan hamkorlikda Navoiy shahri G'alaba Shoh ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning issiqlik ta'minoti tizimining holati o'rganildi. Jarayonda ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlar ham ko'rib chiqildi. Aniqlangan kamchiliklarga yo'l qo'ygan boshqaruv tashkilotlarining mas'ul shaxslariga belgilangan tartibda kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan rasmiy ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, Mahmud Tarobiy ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning issiqlik tizimini o'rganish jarayonida issiqlik ta'minoti tizimidan chiqayotgan suvning oqova suv tarmog'iga noto'g'ri yo'naltirilganligi, shuningdek, ko'p qavatli uylar yerto'lalarining sanitariya talablariga javob bermasligi aniqlandi. Ushbu reyd tadbirlarida Mahmud Tarobiy ko'chasida ko'p qavatli uylardagi issiqlik tizimiga oqova suvlarni chiqarish holatlari aniqlandi. Shu aniqlangan holatlar yuzasidan ko'p kvartira uylarni boshqa organlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga asosan ma'muriy choralar qo'llandi. Shu bilan birgalikda ushbu nazorat reyd tadbirlar davomida ko'p qavatli uylarda yashovchi mulkdorlar tomonidan ham o'zboshimchalik bilan issiqlik tizimini balkon qismiga chiqarilgan holatlari ham aniqlandi. Ushbu aniqlangan holatlar ham tegishli tashkilotlar ishtirokida ma'muriy chora qo'llanilib, joyida bartaraf etildi. Shu bilan birga aholidan o'sha issiqlik tizimi yuzasidan murojaatlari ham joyida o'rganib ketildi. O'rganish jarayonida aholi tomonidan kelib tushgan murojaatlar joyida bartaraf etilgan holda nazoratga olindi. Ta'kidlash joizki, hududiy inspeksiya tomonidan kommunal sohada qonuniylikni ta'minlash, issiqlik ta'minoti tizimlarining barqaror ishlashini nazorat qilish hamda fuqarolarning murojaatlariga tezkor munosabat bildirishga qaratilgan nazorat tadbirlari izchillik bilan davom etmoqda. Bu kun Munira Otamurodova, Navoiy.